Alisher, G'anisher, Qodirsher, Bobursher o'g'loy diqqat bilan eshitinglar, seriozniy tema bor. Rozviy chiqsa bolalar xafa bo'lish yo'q. Ko'k chiqsa Salom Hadicha yig'lamang, xo'pmi? 1 2 Voy vo, nima qilyapsizlar? Obbo, gender partiyani beliga tepdi. Voy vo, daladagi ekinlar ko'pligini qara. Hosil sifatli bo'ladi, bola sog'lom tug'iladi deb har homiladorligimda elvit ichganman. Sali bunaqa hobbim borligini bilmagandim. Nimaga o'z bolani ko'paytirib tashlayapsizlar? Qaraganda zerikmaylik deb haftani har bir kuni bittasini kiyib boramiz deb adasi reja qilib qo'yganlar. Bunisi dushanba. Haftani dushanba kuni og'ir bo'ladi-yu, mana bu ham dushanbaga o'xshagan og'ir. Bunisi seshanba. Qaq ketganini bilmay qolasan. Bu chorshanba. Kichkina biznesmen, ishonaman. Hammamizni shu boqadi. Chunki bloger. Mana bunisi payshanba. Bilim turibdi o'zi payshanbaligi. Bu bo'lsa juma. Aqlliligini qara. Qornimdagi shanba. Gap yo'q, ekinlaring ham o'zingga o'xshagan baquvvatgina. Ama senga nima dedim? Mana degan doktorlarning ham hozir elvit tavsiya qilyapti. O'sha uchun hamma bolalarim baquvvat. Savflama. Hali yakshanba ham bor. Men o'ylab ko'rdim. Yakshanba kuni dam olamiz.